Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoligimiz Mumtoz to'yxona yonida zamonaviy tipda qurilgan 2 qavatli yarim plan hovli-joyimiz sotuvga chiqdi ekan. Bu hovli-joyimiz birisi 100% bitgan, birisi esa korobka holida. Xohlasangiz korobkani olasiz, xohlasangiz buni har kimning xohish istagi. Birisi 135 metr, birisini esa 170 metr kvadrat. 9 metrdan ziyod ekan oldi qismi. Yine plus balkoniga 100% pishgan karuch ekan, shuni aytib o'taylik. Hamma o'zi toza ishlatilgan. Rasmlari, videoroliklari bor. Noldan ta bitinchalik. Ya'ni eldanimizda 30da bola sinyalayna ko'rishingiz mumkin. Balkona ega. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Mumtoz to'yxona qayerda desangiz Sputnik. Sharshara kafe yandan girsangiz ham bo'ladi, Shavot yo'lda ili o'zi Sputnikning ichidan girsa ham bo'ladi. Obunachilarimiz shu birinchi bitganini obzor qilsak, yaxshi sifatli materiallar bilan ishlab berib o'tilgan ekan. O'ng'indan bo'lsin deb kuzatsak. Oyoq teran bu yerda muramur bilan o'tilgan. Glavni ishlam demir ishi, kina koronlar ishida ishlar ekan. Chap tomonimiz yana svetimiz o'chirishlar joylashgan ekan. Gaz, svet suvlardan, tarmoqdan bemalol daxilgan obunachilarimiz. Tak, hol ikinci qavatga chiqqan lestitsamiz yana bom quyma Namanganlik vodil ustalar qo'ygan, undan keyin MDFdan o'tilgan ekan. Bu yerimiz yana rombik oynalar dekoratsiya berilgan ekan. Yine görüşler mümkün bizler bir baha berəsiz obunachilarimiz. Ve her doimgidek chap tomonda zalimiz, yerda rakovina joylashgan, kafel bo'lgan, yine nasozda qo'yilib o'tilgan suvlan davleniyasi, yine avtomatlarimiz, ishlarimiz ham yaxshi. Yine quyosh tushadi. Baland 220-240 razmerda ishlar qo'yilib o'tilgan. Har qanday oddiy havo aylanishi uchun ish balandlik yaxshi. İkkalama açılıp eshikimiz vajgizmakan bemalol bo'ladi. Zalimiz ahamiyat bersangiz, bu endi dekorativ netib atachento fon aralashini. Gold hozir trendga chiqibdi bu shu lentalar, goldlar bilan LED, lustra, galogen. 3 sam kombinatsiyasi o'tilgan ekan obunachilarimiz. Kelasizlar, ko'rasizlar, variant ham bor. Agar shaharning ichida dommi, avtomashina bo'lsa, variant qilsam bo'ladi. Aynalarımız şu, her daim dedik, bir yalını açıladı yine. Padakoniklerimiz ama bu zineti belentetip zötülüp ötülgen aynalarımız. Hele birinci mərtə avzu kuruluşu kanalımızda. Ayak telemiz, uruyunda alınıb, laminat pol, pneumatikləri qoyulub ötülgen ekan. Toplu pola ega obunachilarimiz. 100% pişən kəruç. Şuna motive. Bir döneminde valoplan koyup bir de tirzor zonanın zötülgen ekan. Alğan adamımız əziyyətib yaş verədi doğrusu. Tak, bu xanamıza gelsək indi sanuz elimiz joylashgan ekan. Yerə ağ svet kafelər, patolokodon kafe, bundan keyin matvi svet, natijada ventilyasiyalar bor. 100 royal firmalar, stollar qo'yilib o'tilgan. 3 yil kafolat berdi rakovinamiz, vanna, 120 lik unitazimiz ham bor ekan. Yine bir de kirmoshuz alohida santexnik ishlari bitib turibdi 100%. Montaj qilinaveradi. Endi oshxonamizga kuzatib o'tsak, oshxonamiz bu yerda joylashgan ekan. Oshxonamizda ham oyoq telar kafel, keyin obuy bo'lgan ekan. Ключ atilgan girojida. Bu yerda galogenlar hamda lyustralarimiz qo'yilib o'tilgan ekan. Fortiklarni kafelda kanalizatsiya taqilgan, issiq sovuq suv berib turibdi. Bu yerda do'kontorning patroniga eng firma ekan. Nechik gazimiz ham gen. Vaqt tarafga chiqadim. İşe bir yerde joylashgan, oynamız bir yerde joylashgan ekan obunachilar. Esa razvedka erinmasdan 20 santidan qo'yilib o'tilgan ekan. Mushtlari 5 yerda qo'yilib o'tilgan. Rahmat quruvchi. Santexnik ishlaridan quruvchilar hammasi rahmat. Bog' tomoni garaj yana ko'rishingiz mumkin. Garajimiz alohida tema. Yana bog' tomonidan ko'rishlarini bam fond berilgan. Gazımız gelip turibdi, smart elektronli variantımız. Benim lampochkalar gelib, skvajinadan alohida bu yerda qatnab o'tilgan ekan. Mana bu narsalarimiz. İşinin joyimizni görünüş aholi xullas. Menimcha kamdan kam 100% pishgan karuch bilan bitiradim. Endi narxlarimizni kuzatib o'tsak.
Shu yerda bir spayimiz joylashgan ekan, xohlasangiz zal qilsam bo'ladi mehmonxona. Va ayollarning mehmonxonasi bo'ladi endi bu. Bu ham oboy. Xullas, joyimiz feyzli joy. Yana buni ochamiz. Yurishim ekan. Shunda birinchi qavatda dalonni ko'rsatdik, mehmonxonasini. Bu yerda yuvishxona, oshxonamiz, bu yerda yana ayollarimiz xonasini ko'rsatdik. Bu yerdan uni foydalanib, bu yerdan kladovka bo'lib turibdi ekan. Endi ikkinchi qavatni bismillahirrohmanirrohim deb obzor etsak. Eshigimiz ish zinamiz kuchli quyilgani alohida zo'r o'tilgan. Nechundan da darpanmaydi. Berimizda keng tushgan kandillar qo'yilgan. Bu yerda yana rombik oyalarimiz. Tak. Bir xona, ikki xona, uch xona. Bu yerda sanuzelimiz. Yana sanuzellarimiz oppoq. 120 o'xshaydi. Unitaz. Rakoynamiz bu. Görüşlerim. Endi oshxonamiz ustunda yana bir xonamiz bor. Oshxonaning ichki razmerida bo'lsa, bu xonamiz ham shu razmerda tushgan. Yana mijozlar. Mexanizmlar bu yerda joylashgan ekan, topli polni. Birinchi qavat ham, ikkinchi qavat ham topli pola ega. Endi berimizda yana bir xonamiz. O shu 5 xonamiz shunda. Benim lustraları, gala yerleri qo'yilib o'tilgan. O'qullar ham qo'yilib o'tilgan ekan bunachalar. Endi katta xonasini, mehmonxonasini kuzatib o'tsak, bir eshiklar bir chiroyli qo'yilgan. Va boshqa sallatib o'tilgan ekan. Attachmento, yonboshlari fon, bu chiziqlar o'tilgan ekan. Razvetkalari qo'yilib o'tgan. Vitechkalar ham demoqlari birimiz, ikkisi qo'yilib o'tilgan ekan. Kanallarimiz uchun razvetkalarimiz ham bor. Og'anadam lazzat bashadi. Faqat döşeş kerak, xullas ozgina rasxod qilsa, gelib yashayversa. Avtomashinasi bor odamga dim qulay. Shundanda plus garajga ega joyimiz. Endi garaj bo'lmasa bo'lmaydi. O'zimiz ham mashina garajda qo'yamiz. Yana bu yerda balkonni ahamiyat bersak, doğrumuzdan ham bir etajli joylarimiz bor. Bu yerda yana balkon ham xullas. Balkonimiz ham 125 metr ekan. Görüşlerim ki abonalarım. Benden tünike modlardan işlab berilgan. Xullas va attachmentoning fasadlaridan yuksa bo'ladi ekan. Xullas zo'r ishlarim yaxshidan yana panoramli ishlar qo'yilib o'tilgan ekan abonalarimiz. Yine shunda 1, 2, 3 xona, birinchi qavatında 2 xona. Dallardan tashqari umumiy 5 xonadan iborat ekan. Abonachilarım narxinchasini o'ndidan uchun narxi $88.000 baholandi. Lokatsiya Sputnik Mumtoz to'yxona, Sharshara restoran hozirda aka-ukalardan keyin Tilla deb ochildi. Nomi o'zgardi endi. Patentlantilar benim xayrli bo'lsin. Shunday joylar hammamizga nasib qilgan, sotganam, olganam pullari barakali bo'lsin. Shu xonadonimiz hamisha to'y bo'lsin. O'nundan bo'lsin deb kelaverasizlar abonachilarim. Da faqat yaxshi tilaklarni tilaylik. Xalasa bizning kanaldan sotasiz, xalasa boshqa bir kanaldan. Boqilchilik yo'q bizda. Esa abonachilarimiz kelatirgan nodimiz. Hammaning ishi o'nundan kelaver. Yurtimizda tinchlikni ko'zlamay. Kasalimiz ham shifo bersin. Allohimdan navoz so'rasan, Allohim beraverdi. Sami guloni qalbni, ko'ngilni ochish kerak. Reklama xizmatlari bo'lsa, bemalol bog'langan. 91 423 06 aloqa chiqsansa, Instagram, Telegram, YouTube kanalda reklama qilib turamiz. Reklamalarimiz endi bizniki pulli. Endi har kim o'zini mehnatini loyiq pul aytadi. Dumam ko'p aytamiz. Kelishgan holda imkoniyati to'g'ri kelmasa, uni ham tekin qilaveramiz abonachilar. Faqat
Nima deydi? Yaxshidan nima deydi? Bog' qiladi deydi. Sog'likda, omonlikda görüşguncha.